Andijonga yana kelib qoldim. O'sha serqatnov bo'lib qoldim. Jigar, bitta like bosib, vodiylik bitta podpishka qilasizlar. Mana shu mashina 120 ming dollar turadi yengisi. Bilasizlar? Lekin shu mashinadan ham qimmatroqqa bitta apparat olib kelishibdi. Nima apparat deysizmi? Men hozir Andijonda sog'lom avlod klinikasiga kelganman. Bu yerda sizni har qanaqa urologik kasalliklaringizni professional qimmat apparatlarda tekshirib davolashar ekan. U ham mayli. Misol uchun mana shu mashina Germaniyadan keladi-yu, shu apparatlar Germaniyadan keladi-yu. Bundan tashqari Toshkentdan, Rossiyadan Burlakova degan professor, bundan tashqari Germaniyadan Leo degan professorlar har oy muntazam kelib, eng murakkab operatsiyalarni shu yerda amalga oshirishar ekan. U ham mayli. Aynan mana shu klinika 10 yildan beri ishlab kelsa, 30 mingdan ortiq operatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishgan ekan. 30 ming tasavvur qiling. Bu degani ko'z yumib operatsiya qilib tashlashadi degani. Ish qilib hech kim kasal bo'lmasin. Lekin mabodo siz yaqinlaringiz orasida, yosh kattalarning orasida urologik kasalliklar bo'lsa, misol uchun buyrakda tosh bo'lsa, shundan nimadir endoskopik narsa tiqib turib bir pasda toshlarni olib tashlashar ekan. Bundan tashqari prostata bezi operatsiyalarini ham bir pasda mana shu yerda qilib tashlashar ekan. Inshaalloh ertasi kuni o'sha uyiga kelib turib, inshaalloh sog'lom hayot kechirishar ekan. Sog'lom avlod klinikasini o'zim kirib, o'nli aylanib chiqdim. Bu yerda eng muhim narsa sterilizatsiyaga ahamiyat berishar ekan. Chunki operatsiya qildirsizda qanaqadir yuqumli kasallik yuqtirib olmasligingizga juda ham katta ahamiyat berishar ekan. O'shaning uchun bu yerga nafaqat Andijonning o'zidan, butun vodiydan kelib davolanib kelishar ekan. Xullas, profilligini qoldiraman, nomerligini ham qoldiraman. Lokatsiyani ham eslab qoling. Toshkent Premium degan to'yxonaning shundoq oldida Sog'lom avlod klinikasi. Sizda har qanaqa urologik kasalliklar bo'lsa, aynan shu yerda inshaalloh davo topib, lecheni olib ketsangiz bo'ladi. Hozir el og'zidan knopka degan narsalar ham chiqdi-yu. Ha, knopka. Bildingizmi nimaligini? Aynan shu yerda shu narsalarni ham qilishar ekan. Bu yerda nafaqat vodiyning o'zida, Toshkentdagi katta mutaxassislar ham aynan shu yerdagi professorlarning shogirdligi hisoblanishar ekan. Profilingni qoldirdim, hech kim kasal bo'lmasin. Mabodo kasal bo'lsa, endi butun vodiy ahli hatga kelishni bilasizlar. Sog'lom avlod International Hospital